Mana sizga rezultat. Damas mashinamizga qilingan ishlar. Qimmatchi deydigan akalarimizga bitta maslahat beraman. Qimmat ishdan umuman qochmaslik kerak. Bu o'zimning shaxsiy fikrim. Qimmat ish hech qachon menimcha nima deydi? Yillar o'tib ham o'z kuchini yo'qotmaydi deb o'ylayman. Sababi qimmat qilingan ishni kassasi juda ham zo'r bo'ladi. Xullas, Damas mashinamizga hali 1 yil bo'lgani yo'q. Mana shu kojalarni yopishtirishgan, kuzov qismiga ko'pchilik yopishtiradi bu narsani. Qo'yavergan. Biz buni qo'parib oldik. Ancha joy qo'yavergan edi. Oldilari ham bo'lmasdan. Nima qilamiz? Bu mashinamizni qo'parib olgandan keyin klerini ketkazamiz buni. Kuzovni shu o'zini radnoy holatiga qoldiramiz. Akamiz kerak emas dedilar. Kojalarni polni qo'parib tashlaymiz. Pataloq qismi turadi o'zini. Afishkalarni salgina o'zimizning dizayndan ishlov beramiz. Lelonimi ham turadi, faqat bitta lelonimga mana akalar ko'pchilikka bitta maslahat berishim mumkin. Endi o'zimning shaxsiy fikrim. Bitta temircha bor. Mana shu o'zi 20 ming so'm turadi. Lelonim qilgandan keyin mana shu yoqda bagaj uchun bozorda sotadi. Radnoy kelmaydi bu narsa. Bitta mana shu yoqda temircha splashnoy qo'yilsa agar mana shu poligini shunday tortgan payt qisasizlar-yu bir xil ushlab o'tiradi. Xullas, bu mashinamizga qiladigan ishlarimiz sidenlarni ochib olganimizda sidenlar chiqonlarini boshqadan qilib beramiz. Bar qo'yilgan, yog'ochlik bar. Buni olib tashlaymiz. Mana sidenlarning ahvoli. Bitta gatovoy chiqol ustanov qilamiz. Faqat sidenalari ozgina simlari, prujinalari yorilgan joylarni barat qilib, xullas mashinaga ancha ishlov berish kerak. Lelonimga tegmaymiz, mayli lelonim tursin dedilar akamiz. Mana oldinni ahvoli. Mana shu holatga kelgan. Iloji bo'lsa arzon ishni ko'p qilmaslikni tavsiya qilaman. Sababi qimmat ish doim sifatli bo'ladi. Bu mashinamizni 1-2 kunda ishlarni bitkazib beramiz. Eshiklarini, polni 4tasini ham qaytib ko'rib beramiz. Monza mashinamiz. Bu Monza mashinamizni shu mazalasaga olib qo'yganmiz. Buni ham ishlarni boshlab yuborganmiz. Eshiklari bo'ldi. Bir sloy ichkari mana shu kuzovni tashqi qismidagi bir sloy bo'ldi. Mana bu ikkinchi sloy bo'ladi. Uchinchi sloy apishkamizga bo'ladi. Torpedamizni ham bo'ldik. Bu mashinamizga bittama-bitta qilinib beryapti. Birinchi torpedadan boshladik. Torpedani yechib olib, polni bo'ldi taglari bilan. Eshigimizni boshlaganmiz. Eshiklari, oldin kapotlarni shogirdlar qilaverishadi. Xullas, to'liq shu mayzalasa qilib beramiz mashinamizni. Kuzatishda davom etasizlar. Shumkani narxini ko'pchilik narx so'raydi. Narxga keladigan bo'lsak, boshlanish narxi mana shu bitta mashinamizga $500 dan boshlanadi. U yog'i materialni sifatiga qarab ko'tarilib ketaveradi. Kuzatishda davom etasizlar. Podpishka uchun bitta like bosib qo'yasizlar. Tanishlari bo'lsa, mana shu videoni tashlab qo'yamiz.